Tabloni bu joyiga e'tibor bermasangiz, aniq aldanib qolasiz. E'tibor bersanglar, odometr 144.754 miles turibdi. Aslida kilometr bo'lishi kerak bu joyda. Mana bu joyda ham miles turibdi. Speedometr ham noto'g'ri ko'rsatadi. Probeg ham kamroq hisoblanadi. Bu kilometr emas. Kilometrga tabloni o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Egalari taxminim bo'yicha 144 ming yurgan deb olishgan. Aslida bu boshqacha probegda turgan bo'lgan. Buni to'g'irlash uchun, kilometrga o'tkazish uchun mana bu tablodagi knopkani bosamiz, yana bir marta bosamiz, unit set chiqadi. Endi bosib ushlab turamiz. Tepada F va pastda mile yozig'i margat qilyapti. Yana bir marta kilometrga o'tdi, tepada Selsiga o'tdi. Temperatura ham Selsida, tezligimiz ham kilometrda bo'ladi. Bosib ushlab turamiz endi knopkani. Ana endi to'g'irlandi. Ana endi 232.960 kilometr bo'ldi. Tablodagi endi graduslar ham to'g'ri ko'rsatadi. Speedometr ham to'g'ri ko'rsatadi. Kilometrga o'tgani uchun probeg ham to'g'ri hisoblanadi. Bozorda e'tiborliroq bo'lasizlar, xuddi shunaqa maxinatsiyalar ham uchrab turibdi.